Salom, aziz hamyurtlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, musofirda yurganlarim, jigarlarim, hamma yaxshimi, sog'mi, omonmi? Anchadan beri video qo'ymayapman. Hayot shunaqa qilar ekan, sekin-sekin taqdirga tan berishni o'rgatib qo'yar ekan hayot. Ro'za Ramazon oyi yaqinlashdi inshaalloh. Hammalaringizni ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Ilohim hammamizni irodamizni mahkam qilib 30 kun ro'za tutish nasib etsin hammamizga. Sizlarni sog'indim, kommentariy yozmayapsiz, yozib turinglar. Musofirdagilar hamma yaxshimi? Hol-ahvol so'rab turinglar. Mendan so'rasangiz, nima deydi? Hayot o'zi shunaqa bo'lar ekan, bir qarasangiz shiddat bilan kirishar ekansiz. Bundan 10 yil oldin ham shunaqa shiddat bilan kirishib, Xudo xolasa farzandlarim olaman deb xursand bo'lib kirishgandim. Taqdirga tan berganman o'sha paytda. Hozirda ham xuddi shunaqa. Faqat o'zim yashash uchun harakat qilyapman. Buni Alloh kechiradi. Shu qatorida farzandlarim ham kechiradi. Bir kunmas bir kun meni tushunadigan umid bilan shu videolarni qo'yaman. Inshaalloh hammamizga nasib etsin ro'za Ramazon oylarida to'liq tutish. Xudo xolasa hamma o'ylagan niyatlarimizga yetaylik, Allohdan so'rayman. Hol-ahvol so'rab kommentariylar yozib turinglar. Sog' salomat bo'linglar. Qayerda kuzatyapsiz? Tojikistonliklar, hammanglar yozib turinglar kommentariya. Sog' salomat bo'linglar.